Ko'pchilik uchun yangilik bo'lgan pavloniya daraxti bugungi kunda O'zbekiston hududlarida ham parvarishlanyapti. Andijonlik muxbirimiz tayyorlagan lavhada ushbu daraxtni yetishtirish bo'yicha qilinayotgan ishlar haqida so'z boradi. Pavloniya daraxti sanoatda, kosmetologiya, asalarichilik va ekologik muhitni barqarorlashtirishda muhim sanaladi. Mamlakatimizda ham pavloniya daraxtini yetishtirish, plantatsiyalar tashkil etish borasida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Chunki sifatli va chidamli mebel ishlab chiqarishda foydalaniladigan pavloniya yiliga 5 metrgacha o'sadi. Bahorda bir oy gullab, asalarilar changlatish va asal yig'ishda ham muhim. Andijon viloyati Izboskan tumanida Qoradaryo o'zanida joylashgan Andijon davlat o'rmon xo'jaligi Qoradaryo o'rmon bo'limida 2,5 gektar yer maydonida pavloniya plantatsiyasi tashkil etilgan. Ushbu daraxtning foydasini bilganlari uchun ham yanada kengaytirish niyatidalar. Mutaxassislarning aytishiga ko'ra, buning foydasi juda ham ko'p. Ushbu ko'chatlarni 1 yil davomida yetishtirilgandan keyin uni shaharimiz ko'chalariga ekish rejalashtirilgan. Bundan tashqari o'rmon xo'jaligini o'zida pavloniyazor o'rmon tashkil qilmoqchimiz. Bu daraxtni afzallik tomonini gapiradigan bo'lsak, bu daraxtni keng yaproqli hisoblagan bo'lganligi uchun o'zida yerdagi suzab suvlarni atmosferaga chiqarib yuborish xususiyatiga ega, zak qochiruvchi hisoblanadi. Bundan tashqari yirik yaproqli bo'lganligi uchun changlarni o'zida ko'proq miqdorda ushlab qolish, atmosferamizni tozalashga imkoniyat beradi. Keyin avtotransportlardan chiqayotgan shumovoy ekologiya deydi, tovush shovqin ekologiyasini saqlashga yordam beradi. Keyin bu daraxt gullaydi, gullash mavsumida asalarichilikni rivojlantirishga o'z hissasini qo'shadi. Guli uzoq muddatda o'zida ushlab turadi. Ular qisqa qilib aytganda, hozirgi kun zamon talabiga yog'och sanoatida qimmatbaho yog'och turiga mansub bo'lgan yog'ochni yetishtirib beradi. Shu o'rtacha bitta pavloniya daraxtimiz 7 yil davomida 1 kuba yog'och beradi. Inson mehnati kam sarf etiladigan ushbu daraxtlar mana 5 oy bo'lgan bo'lishiga qaramay 3 metr bo'lgan bo'yi. Endi buni aprel oyida ekkan bo'lsak, mana hozir salkam 3 metr bo'ldi bu. 5 oy ichida shuncha holat. 5 oy ichida shuncha bo'ldi. Endi iyul oyida ekkanlarimiz bor hozir. 20 ming tupda oshiq ko'chat qilib o'zimiz ekilgan. Yo'llarda ko'rdinglar, mana 1 metrda oshib qoldi. 350 gektar joyga pavlonizor qilinadigan reja ishlab chiqarilgan. Shuni harakatida mana billangan ko'chatlarni yetishtirib olsak, xudo xolasa mana o'rmon zollarida ichida endi pavlonizorlar ham paydo bo'ladi. Yog'ochni bir kubasi 3 million ekanda bizni puliga. U degani endi yaxshi summada, yaxshi daromad. Agarda shuni o'sha aytilgan rejadagi ekib bo'lsak, shu o'rmon xo'jaligiga katta daromad bo'ladi deb o'ylayman. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining respublikada tez o'suvchi va sanoatbop pavloniya daraxti plantatsiyalarini barpo qilish chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijroda ekanligini ko'rish mumkin.